Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Savdolarni boshlab oldik. Hop. Bugun seshanba. Trendga qarshi o'sha razvorot bo'lishni boshlaganda bozor kamerani o'tkazamiz. Demak, kecha dushanba molarda o'chirdim. Narx pastga tashlab berdi. Sell bo'lib kontekst bo'yicha, ya'ni o'suvchi impulsdan keyingi откат bo'lyapti. Masalan, impuls, undan keyingi откат. Bugun ana shu harakatni, mana bu impulsning harakati korreksiya уже o'rta zonalarga kelgan, mana optimal entry zonalariga keldi. Shu yerdan Euro USDda PDL ni yetishi bilan demak, mana o'chirib tashlaylik-da, keyin boshqatdan chizamiz. Ya'ni 4 soatda tushuvchi trend tushib kelyapti. Mana oxirgi движение, oxirgi harakat. Oxirgi harakatga o'taga tortadigan bo'lsak, Fibonacci tortadigan bo'lsak, bizda premium, to есть discount zona o'taga 705, 709, 618 zonalar bor mana shu yerda. Narximiz shu zonaga keldi. 1 soatlik time frame oladigan bo'lsak, mana PDL bor edi. O'tgan kunning low'ini yevro yechdi. Sessiyani yoqadigan bo'lsak, o'tgan kunning low'ini yevro yechdi. Funt yecha olmadi, anaqa bo'lib qoldi. SMT bo'lib qoldi funt bilan. Funt o'taga 705 zonani o'zidan ketib qoldi. Yevro yechganligi uchun, yevro PDLni yechganligi uchun kichkina time frame ga olib o'tadigan bo'lsak, mana zona optimal trade entry zonamizga narx kelgan. Bugun Aziya sessiyasi ochildi. PDLni Aziya yechdi. O'tgan kunda low'ni Aziya yechdi. Bizga M15 time frame'da M5 time frame ga oladigan bo'lsak, yechilgandan keyin sell side yechilgandan keyin mana buni yerini olamiz. Sell side yechilgandan keyin MSS beradi. Ya'ni Market Structure Shift. MSS berdi. Tak, MSS'imiz bor. U bu yog'i 1 soatlik time frame'da 1 soatlik time frame ga oladigan bo'lsak, bu уже sell side'ni yechgandan keyin narx, sell side'imizni yechgandan keyin поглощение bo'lyapti. Riski o'tkup bo'lyapti. Ya'ni engulfing. Umumiy anaqa kamma tushiradigan tilda aytadigan bo'lsak, order block. Order block nimaga uchun bu order block? Chunki order block liquid zonani yechgan sham order block qilib olamiz. Ya'ni biz o'tgan kunda low'ni liquidimizni yechdi. Liquidimizni yechgan sham yana поглощение bo'ldi ikkita sham bilan. 2 soatlik sham bilan поглощение bo'ldi. Ya'ni Aziyani o'zi, keyin Frankfurtni o'zida поглощение bo'ldi. Buni belgilab olamiz. Поглощение bo'lgan shamni belgilab H1 order block. Ya'ni 1 soatlik order block belgilab oldim. Keyin kichikroq time frame ga olib o'tamiz. Ya'ni 1 soatlik time frame ga olib o'tamizda bizga order blockka test bergandan keyin narximiz qayergacha borishi mumkin. Ya'ni o'tgan kuni bizga FV ga tashab ketgandi New York sessiyasi, ya'ni pre-sessiyada. Mana shu zonada FV ga tashab ketgan edi. Nimani smart money umumiy oltin qoida bo'yicha narx likvidga yuradi. Buni hamma biladi. Likvid zonadan likvid zonaga yurar ekan. Endi bu likvid zona
Likvid zonamizni BDL'mizni yechgandan keyin order blok shakllandimi? Narx order blokka test berib turib, keyingi likvid zonaga yurish kerak. Keyingi likvid zonamiz 1 soatlik FVG bo'lyapti. H1 1 soatlik FVG. Tak, endi narximiz shu order blokka men yechgandan keyin, MSS bo'lgandan keyin, markaz struktur shift, ya'ni slom struktura bo'lgandan keyin narx уже order flow boshlandi deb taxmin qildim. Уже o'zini lowlarini yechishni boshladi. Bu joyda ham o'zini lowini yechishni boshladi mana BPR zonamiz bor edi M5 time frame'da BPR zona, BPR tashlab ketgan. BPR narx BPR ga keldi. Mana shu zonadan entry qildim men. Ya'ni mana bu order flow bo'lyapti. O'zini likvidlarini yechib tepaga chiqib ketish kerak. Order flow bo'yicha, logikasi bo'yicha. Men qayerdan kirdim? BPR zona bo'lsa 843 dan kirdim. 36 dan kirishim kerak edi o'zi. 36 dan kirishim kerak edi. 843 dan kirdim. 36 mana BPR zonani o'rtasi 50% hisoblanyapti. Men 43 zonadan kirdim. Stopim minimumda aziyani low'da edi. Take'im 1.2. 1.2 olmoqchi edim. Mana shu zonalarda 1.2. Ya'ni narx keldi, limitni oldi. Tepaga order flow bo'yicha narx yurib ketdi. Meni take'imga, meni targetimga ozgina qolganda уже narx qaytishni boshladi. Ya'ni mana bu yerda bizda teng maksimum equal high bor edi. Mana bu equal high hisoblanadi. Tak, equal high yo'q ekan. Xullas equal high bor edi, ravniy maksimumlar, bu ham ravniy maksimumlar yechilishi kerak edi. Plus bu yerda M15 da order flow, to есть M15 da FVG zonamiz bor. Ya'ni FVG zona narxni qaytaruvchi bo'lgan muammoli zonalarda. Keyin narx qaytaruvchi muammoli zona, undan keyin FVG ni tagi, FVG bu ham FTA zona hisoblanadi. Problemli zona. Ya'ni narx yurib keldida bu ravniy maksimumni yechdi. London shu oxirgi maksimumini yechdi, narx qaytib keldi. Men ungacha bezubutga qo'ydim, chunki narx meni targetimga yaqin yurib o'rgan edi-da, 1 yurganda bezubutga qo'yardim. Nima bo'yicha? Sistema bo'yicha. Bezubutga qo'ydim, narx keldi, meni bezubutkani oldi. O'sha narx chiqib kelish jarayonida men nimani stopni kichraytirib bordim. Ya'ni narx bu yerga chiqqanda stopimni mana bu manipulyatsiyani tagiga qo'ydim. Frankfurt manipulyatsiyasini tagiga qo'ydim. Undan keyin narx yana teparoqqa yurib, buni yechgandan keyin stopni mana bu joyga siljitdim. Mana bu manipulyatsiyaga, mana yerdagi likvidlarni yechib, BPR ni test qilib, qaytib chiqib ketgan, ya'ni order flow o'sha limitlarni yechgan minimum tagiga qo'ydim. Tagiga qo'ydimda narx chiqdi, mana maksimumni yechdi, уже targetimga ozgina qolgan edi. Men уже bezubutga qildim. Bo'ldi, bezubutga qildim. Endi qoida bo'yicha shu qilish kerak bezubutga. 1 yurgandan keyin bezubutga qo'yish kerak. Bezubutga qildim, narx qaytib keldida bezubutkani oldi, yana qaytib chiqib ketdi tepaga. Biz pozitsiyasiz qoldim. Mana bu yerda order flow mana oxirgi minimumni yana snimat qilyapti. Agar men mana shu zonadan agar stopimni bezubutkaga bu yerga qo'ymasdan turib, mana uni tagiga qo'yganimda hech qancha yo'qotmasdim. Ya'ni $50 risk qilgan bo'lsam, bir 17-20 $ stopim bor edi. Lekin men shuni ham $20 da ham qizg'ondimda, stopni tepaga ko'tarib qo'ydim. Ya'ni bezubutka joyiga umuman shu komissiyasini hisoblab turib tepaga qo'yib qo'ydim. Narx keldi, limitimni o'sha bezubutkani oldi. Dальше korreksiya bo'lib turib
chiqib ketishda davom etdi. Bu yerda order flow degani bilib turib mana shu joylardan kirish kerak edi yoki bo'lmasam mana shu stop mana shu joyda qolgan bo'yicha turish kerak edi. Chunki order flow ham meni tushunishim bo'yicha, men order flowni tushunishim bo'yicha qanday bo'lishi kerak? Ya'ni bizda order flow bunday qilamiz. Poy zonamiz bor. Order block, order flow haqida gaplashayotganda ozgina uzilishga to'g'ri kelib qoldi. Order flowni men qanday tushunaman? Order flow ya'ni bizda poy zonamiz bo'lsa, mana shu zonani poy deymiz. Mana zonada yana bitta poy zonamiz bor. Narx tushib kelyapti. Tushib kelyapti-da, mana shu yerda likvidni yechdi. O'zini yasagan likvidlarini yechib ya'ni struktura narx tushib kelyapti. FVG zonamiz bor, EMAda PDL zonamiz bor edi. PDL narxi yechdi. Bo'lmas mana PDL qilib olaylik. Narx o'tgan kunni lowni yechdi. Keyin oxirgi maksimumini matdan o'sha oxirgi maksimumni yangiladi. Ya'ni struktura yangilandi. Likvid yechilgandan keyin struktura yangilandi. Bu yerda order block 1 soatlik order blockni olamiz. Поглощение bo'lgan. Mana shu order block hisoblanadi. Ya'ni narx impuls bilan tushib lowni yechgandan keyin, o'tgan kunni lowni yechgandan keyin qaytib boshqa sham bilan уже поглощение bo'lyapti. Ya'ni engulfing bo'lyapti. 1 soatlik order flow qilib olamiz mana shuni. Narx 1 soatlik order flow ichida уже likvidlarni yechishni boshladi. O'zini har bitta yasagan likvidlarni yechib ketadi. Oddiy strukturadan bu order flow anaqasi masalan high low qiladi-yu, более maksimum, более высокий maksimum, более низкий minimum qilib. Bu yerda просто order flow narxlarni, likvidlarni yechib o'zi nimasiga targetgacha shunaqa qilib flow qilib boradi. Mana shu narsani order flow deb tushundim. Mana FTA zonamiz bor. Mana masalan birinchi muammoli zona, chunki narx bu FVG ga kelib turib, FVG dan yana qaytib ketish ehtimoli bor. Shuning uchun birinchi FTA zona. Endi shu order flow 1 soatda engulfing shamni belgilab oldik, ya'ni поглощение bo'lgan shamni. Undan keyin поглощение bo'lgan shamni belgilab oldim. Undan keyin keyingi yechilgan likvidni BPR zonadan mana yerda BPR zonamiz bor edi. BPR zonadan entry qildim. Minimumni mana bu minimumga qo'ydim. Engulfing shamni minimumiga. Targetim 1 ga 2 edi. Xullas shunaqa ideya edi. Bu yerda bezbutga qilib chiqarib yubordi. O'zi mana bu joydan mana shu stop bo'ldi. Shu yerda ushlab turishim kerak edi. Stopni kichraytirgan bo'yimcha shu $20 atrofida stop bo'lsa, shuning bo'yicha ushlab turishim kerak edi. Lekin bezbutga qo'ydim, bezbutga olib chiqib ketdim. Endi beshkali akkaunt olganman alohida challenge uchun.
5 kali akkaunt olganman challenge uchun. Mana shu akkauntni ko'ramiz, qarang nima qilamiz ekan. Sales shunaqa qilamizmi? Sleeve qilamizmi yo bir rezultatga chiqamizmi? Shu challenge uchun. Hozircha The Fiverr olganman akkauntni 5 ga. Hozircha shu 50 shunaqa 50 sent minusda. Bu yog'iga endi katta time frame'da masalan mana bu harakatni mana o'sha global sell'ni davom etishi mumkin, chunki FVG ga test berdi. FVG dan hozir manipulyatsiya qilib turib, FVG dan dальше pastgacha tushib ketishimiz mumkin narx. Mana bu zonalargacha. Mana shu Asiyaning lowi yoki mana bu haftaning lowigacha narx tushishi mumkin global trend bo'yicha. Endi bugunga menga savdo shu bilan bo'ldi, to'xtataman. Qolgan ertaga ko'ramiz, yana ertaga bo'lsa. Ertaga qilamiz qolgan savdoni. Nima savollar bo'lsa, masalan men adashgan bo'lsam, kommentariyaga yozib ketinglar. Kommentariyada xatolar bo'lsa, kommentariyada xato qilding yo mana hisobga olmading desanglar ko'ramiz. Hozircha mana shu yerdan masalan sellga harakat qilib ko'rsa ham bo'ladi. 1 soatlik FVG M5 FVG ni yechdi. Agar manipulyatsiya qilsa, anaqa holat bo'lib manipulyatsiya qiladigan bo'lsa, ana shu zonalardan dальше sellga kirib ko'rsa bo'ladi. Shunday. Keyin hozir manipulyatsiya mana uni o'zini New Yorkda maksimumni yechadigan bo'lsa, mana uni chap tomon likvidini yechadigan bo'lsa, keyin tanasi bilan yopilsa, bu yerda MSS berib, shift berib, tanasi bilan yopiladigan bo'lsa, mana shu zonalardan harakat qilib ko'raman sellga kirishga. Maksimum, stop maksimum, target pastgacha, Asian lowgacha yoki haftaning lowgacha. Shundan iborat. Xullas hammaga ertangi kungacha deb qolamiz. Sog' bo'linglar.